1934-yilda saraton kasalligiga davo topilgan. (1888-yilda tug'ilgan amerikalik muhandis Royal Rife ko'plab tibbiy qurilmalar ixtirochisi hisoblanadi. Uni 1920-yilda yaratgan ultrabinafsha nurli mikroskopi hattoki viruslarni ham ko'rish imkonini bergan. 1931-yilga kelib, Rife o'zining Rife Beam Ray nomli qurilmasini ixtiro qiladi. Aynan mana shu narsa saraton kasalligini davolay olgan. Saraton kasalligiga chalingan 16 ta ko'ngilli bemorlarda o'tkazilgan birinchi 3 oylik davolash kursidan keyin ularning 14 tasi butkul tuzalib ketishgan. Ya'ni ikkitasi qo'shimcha 1 oylik kursdan keyin saraton kasalligini yengishga muvaffaq bo'lishgan. 16 tadan 16 ta. Bu 100% lik natija degani. Meditsina tarixida saratonga qarshi erishilgan eng yaxshi natija desa ham bo'ladi. Shu sabab bilan 1931-yil 20-noyabrda dunyoning eng ko'zga ko'ringan shifokorlari Rifening sharafiga kecha o'tkazishadi. Ming afsuski, bu kashfiyot ham bugungi kungacha yetib kelmagan. Lekin nega? O'ylab ko'ring. Bu ixtiro bugungi kunda mavjud bo'lganida, undan ko'proq kim zarar ko'rgan bo'lardi? Dori ishlab chiqaruvchilar. Rifening bu qurilmasi o'sha davrdagi eng kuchli farmatsevtik kompaniyalar e'tiroziga sabab bo'ladi. Shu bois 1939-yilda Amerika meditsina assotsiatsiyasi Royal Rife'ni sudga beradi. Oliy sud esa muhandisning keyingi tadqiqotlarini butkul taqiqlaydi. Qurilmani o'zi esa musodara qilinadi. Umum insoniyat foydasidan ko'ra ayrim kimsalarning xohishlari ustunroq keladi. Bugungi kunda esa ko'plab olimlar, shifokorlar, doktorlar bu kasallikka qarshi davo izlab, hali Royal Rife erishgan natijaga erisha olgani yo'q. Menimcha erishgan taqdirda ham yana o'sha tarix takrorlansa kerak. Balki bir necha marotaba takrorlanib ham bo'lgandir.